2005 yıl Sankt-Peterburg, Ermitaj. Rossiyada tasviriy san'at dunyosida tonilgan Uyg'ur farzandi Rossiya rassomlar ittifoqining a'zosi Sankt-Peterburgda istiqomat qilayotgan rassom Azat Mamadinov Qozog'istondan kelgan aksi Vaqas Mamadinov bilan dunyo madaniyatining asr atiqlari saqlanayotgan, asrlar sirini o'ziga yoshirgan madaniy yodgorliklarga boy dunyodagi eng cho'ng muzeylarning biri Ermitajni yana bir qitim ziyorat qildi. Аты boğulardan tatib Ermitajga igidorchilik qilib boshqurib kelayotgan Petrovskiylar sulolasining vakili Petrovskiy Mikhail Borisovich Mamadinovlarning oilasi bilan uzoqdan beri yaqin munosabatda bo'lg'achqa ularni quchoq yeyib qarshi oldi. Vaqas uning Azatni 1999 yili Rossiyaning madaniyatini Yevropaga targ'ib qilgani uchun Vatikan maxsus medal bilan taqdirlagan edi. Shuningga o'xshash Uyg'urning madaniyatini bizga Rossiyaliklarga tanishtirayotgani uchun minnatdorligimiz cheksiz. Kelgusida Azatdek yigitlarning qo'llab-quvvatlashi bilan Ermitajda Uyg'urlarning tarixiga, madaniyatiga bog'lanishli ko'rgazmalarni uyushtirish o'yimizmi bor. Mikhail Borisovichning bu so'zlarini anglagan Vaqas aka inisidan faxrlanish tuyg'ularini qalbidan o'tkazib marhum dadisi Abbas Qarimning mayli dunyoning qayerda bo'lma, miltingning, kidik qining to'kilgan jutuning, g'am tashvishi bilan yashashning o'zi bir baxt degan so'zlari yodiga keldi. Qashqarning g'arbiy janubi Opal mahallasi. Dengiz betidan 1482 metr egizlikdagi do'nglikda 105 palampay bilan chiqqili bo'ladigan, oxirgi 10 yilda ziyorat qiluvchilarning soni millionga yetib qolgan 9 asrlik tarixi bor bir maqbara bor. Bu tug'ilganiga 1000 yil to'lishini dunyo dag'dug'liq nishonlayotgan. UNESCO tarafidan uning yili deb e'lon qilingan Uyg'ur farzandi buyuk olim Mahmud Qashqariyning maqbarasi. Butkul dunyo ruhiga bosh egadigan olim 15-20 yil mobaynida turk xalqlari makonlagan joylarni kezib, ularning tilini o'rganib, Divoni lug'ati turk nomli asarini tamomlab, shu davrdagi an'ana bo'yicha Bag'dod xalifasiga taqdim qilgandan keyin 75 yoshida ona diyoriga qaytib kelib 97 yaşında dünyadan ötüdü. Mana muşu məhbərdən təxminən 3500 kilometrə yaxın jıraqlıqda yeni bir Qashqariyning mazarı var. Bepayan Qozoq diyoridagi bu mazarda yerlangan shaxsni So'zoq ahli Qozonchi avliya deb e'tiqod qilib, mazar yinida nazir chiroqlarni o'tkazib turdi. Musulmonlarning muqaddas shahri Makka Madinadan 4000 kilometrga yaqin yo'l musofasi ayirib turadigan Kichik Makka nomi bilan mashhur qadimiy shahar Turkistonda havorayning har qanday qarishligiga, hatto yer tavrashlarga 7 asr mobaynida bardoshlik berib kelayotgan 35 bo'limlik Ahmad Yasaviyning maqbarasi bor. Bu maqbaraning egizligi 37,5, temining qilinligi 2-3 metr keladigan jamoatxona yoki qozonliq deb atiladigan bo'lmasida 60 chelak suv sig'adigan, diametri 2 metr 45 cm, eg'irligi 2 tonna bir qozon bor. Qozon, tömür, sink,
qoğuşun, mis, altun, kumush qatorliq 7 metalning qo'shindisidan yasalgan. O'z davrida Qozondagi qand qo'shilgan suv bu yerga tavob qilib kelguchilarga Zamzam suvi ritida tarqatiladi ekan. Hozirgacha Guinness rekordlar kitobiga kirgizilmagan bu madaniy yodgorlikni quygan ustining ism sharifi ba'zi kitoblarda Abdul Aziz Tabrizi deb yozilsa, so'zaqliq tarixchilar bu o'z davrining mo'jizasini yaratgan shaxs Qozonchi avliyo nomi bilan tonilgan Abdul Aziz Qashqari ekanligini ta'kidlaydi. Bay tarixi var. Mekenjay, bunu Qozonshata deymiz Sergeli tarafta. Al endi keyingi tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, onu жаңағы Abdulaziz Qashqari deb Mına sol Qozonshata deb ataluu jönündө үлкен bir tarixiy deriktер көп. Odan keyin аңыз әңгімелер de көп. Tarixi belgili Yassavидің Qazanı болған. Ол Qazanıды кеше кеңес үкіметінің кезінде Peterburg'a alıp ketip, keyin aytör alıp keldik koy qaytadan. Sol Qazanды Qarnaq деген қалада құйған осы Qozonshata. Qozonshata негізі тарихи деректер қарағанда Qashqariyadan kelген екен дейді. Qozonshatаның енді Yassavi өлгеннен кейін сол кісінің Qazanı құйған. Тарихи yodgorliklarga boy Janubiy Qozog'iston viloyatining xosiyatlik so'zaq tavasida bugungi kungacha Qarabura, Ajata, Ziltiroq ota, Quloq ota, Muhammad Xadifa, Sheyx Ahmad, Abdul Aziz Qashqari ismli 7 avliyoning maqbaralari saqlanib qoldi. 14-asrdagi qonliq urushlarda Oltin Ordini mag'lubiyatga uchratgan Amir Temur o'zining g'alabiyatining nishoni sifatida 12-asrda yashab dunyodan o'tgan Xo'ja Ahmad Yasavining maqbarasini yozishni niyat qildi. Chunki Oltin Ordining xoni To'xtamishning bosqinchilik urushlarida ilgari Yassi, keyinroq Turkiston deb atalgan bu qadimiy shahar ko'p vayronchiliklarga uchragan edi. Maqbarani turg'izish ishlariga joy-joylardan danqi chiqqan ustalar taklif qilinadi. Shularning qatorida Abdulaziz Qashqariymi bo'lgan ekan. Abdulaziz Qashqarining Ahmad Yasavining Qozonidan bo'lak yana bir Qozonni yasaganligi haqidagi rivoyat xalqning og'zida aytilib yuradi. Yerlik aholining aytishicha, Amir Temur navbatdagi yurishga otlanganda o'zining qo'shinini tamoqlantirish uchun son-sanoqsiz qozon esishga to'g'ri kelganligini, kechasi ko'yiyotgan o'tni, kunduzi chiqayotgan isni dushman tingchilari o'ng'ayli bayqab qolganligini aytib, nökərləriga bunun bir amalını tepishni buyurubdu. Jiroq yaqinga danqi chiqqan usta Abdulaziz Qashqari 4000 odamga tamoq tayyorlashga bo'ldigan 4 tarafida 4 qo'ng'irg'i bor, bir necha chiroqning yalqinida suyi qaynaydigan qozon yasagan ekan. Pam bilan yasalgan qozonni ko'rgan Amir Temur, "Yaraysan qozonchi usta" deb xalq olamning oldida uni mukofotlabdi. Qozonchi degan nom aynan shundan qolgan degan taxminmi bor. Endi musulmonlar tavob qilgan kichik Makkadagi Ahmad Yasavi maqbarasidagi qozonni yasag'ini uchun u qozonchi avliyo nomi bilan tonilib ketgan. Ahmad Yasavining maqbarasidagi qozon Sankt-Peterburgdagi dunyoga mashhur muzeylarning biri Ermitaj muzeyida 54 yil mobaynida saqlanib Qozog'istonga qaytarildi. Go'yo dalasidek bepoyon ko'ngli keng qozoq xalqining diyorida borliqqa kelgan bu qozon qozoq eliga elib ketilmoqchi bo'lganda muzeyning ishigiga sig'may derazadan tushirishga to'g'ri kelgan ekan. Mana mushunda qiziq voqea tafsilotlarini muzey mudiri Petrovskiy Mikhail Borisovichdan anglagan vaqas haqida İpek yo'li bo'yidagi mo'jizlarning birini yaratgan ustining hayotiga alohida qiziqish paydo bo'ldi. 2007-yil Qarabura avliyoning maqbarasini loyihalagan ham bu maqbarani sevishga homiylik qilgan Qural Irjanovning taklifi bilan Vaqas aka Mamadilovning boshchiligida
Қазақстан Cumhuriyeti Bilim ve Fen Ministerligi Süleymanov nomidagi Sharqshunoslik institutining yendiki Uyg'urshunoslik markazining cho'ng ilmiy xodimlari Rahmatjon Yusupov, Dilshod Rayhon, tarixchi Qasim Masimi, rassom Kurash Zulfiqar qatorliq akalarimizga Janubiy Qozog'iston viloyatiga qadam tashrif qilishga Alloh nasib qildi. Egizligi 17 metr, 240 kvadrat metr maydonni egallagan ishigi Kunpetishqa, ya'ni Xo'ja Ahmad Yasaviyning maqbarasi tarafga qartilgan Qara Buraning maqbarasi yenida islom dinini targ'ib qilishda alohida rol o'ynagan diniy zotlarning qabrlaridan elib kelingan to'proq selingan sanduqchalarga marmar toshlar o'rnatilibdi. 18-asrda Qara Buraning maqbarasida umrining oxirigacha chiroqchi bo'lib o'tgan Shoh Qosim Axunning suyiga to'nilgan 10 diniy zot bilan birga 1997-yili 30-may kuni qayta dafn qilinib, ularning beshiga marmar toshlar o'rnatilgan. Bu savobli ish Qural Irjanovning tashabbusi bilan amalga oshirildi. Qara Bura dal hozirgi кезде bir 260-270 isi musulmonning egi жақсыларының әуелі алғашқы соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның басынан келген топырақтарменен бүкіл қазақтың 300-і isi мұсылманның барлық халықтарының топырақтары өндесіп жатқан үлкен киелі қорымға айналды. Ондағы ойдың өзі бірлік пен ынтымақ. Қара Бура бабамыз өзінің тірі кезінде де айналасына игі жақсыларды, елдің барлығын ешқайсысын бөлмей, бірге ұстаған болатын болса, бірге жүрген болатын болса, бірге достасқан болатын болса, Қожа Ахмет Яссауименен мүдделес болған болатын болса, ал оның айналасындағы кейін өзі қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығын 42 жыл билеген Ақназар хан сол жерге барып жатса, сол жерден топырағы берген болатын болса, ал оның бер жағындағы Құрбан ата тағы да басқа әрбір жүздер мен әрбір isi мұсылманның жақсыларының барлығы сол жерге бас қосқан болса, міне осында отырған ағайындар ауыздан жаңағы бұл бұндай еді, бұндай деп жаңағы сөзбен айтпай-ақ бір көріп шыққан адам менімше ойлайды, бірлік, ынтымақ жарасып жатқан осы жер екен ғой деп. Sozaq Yesida Qara Bura maqbarasini, Chimkent tavasida Qara Bura mechitini o'zi ilahiylab, o'z mablag'i hisobiga soldurgan Qural Irjanov atlar ruhiga bosh egib qo'ymay, millatparvarlikning, do'stlikning ulgusini ko'rsatdi. Uyg'ur xalqida do'sting sana su bersa, sen uningga hasal ber degan maqol bor. Qara Bura maqbarasining yenida Qural Irjanovning kuch chiqarishi bilan Қазақстан başqa millatlarning o'tmishdagi diniy zotlarning ismining abadiylashtirishi, ularning boshlariga marmar toshlarning o'rnatilishi, 130 dan ko'p millat vakillari inoq yashayotgan qozoq ziminining haqiqiy do'stlik, birlik makoni ekanligining yorqin isboti. Sozaqlıq tarixçi Süleyman Təbrizining ma'lumotlarga asoslangan bo'lsak, Qara Bura Xo'ja Ahmad Yasaviyning zamondishi ham satdishi. 12-asrda Qaraxoniylar davlatini boshqargan podshoh. Ba'zi tarixiy manbalar bo'yicha Markaziy Oziyada 3 million kvadrat kilometrga yaqin maydonni egallagan. Ballasag'un bilan Qashqarni poytaxt qilib, 9-asrdan 13-asrgacha hukm surgan Qaraxoniylar davlatini boshqargan xaqallar o'z ism sharifidan bo'lak boturlik, qaysarlik, chidamlik xususiyatlardan darak berdigan, ma'lum darajada ilohiylashtirilgan unvon ataqlar Qara Bug'ra, Bug'ra, Qaraxon degan nomlar bilan atalgan. 10-asrda Qaraxoniylar elida birinchilardan bo'lib islom dinini qabul qilib, uni davlat dini deb jakalgan Xaqon Sulton Ustuq Bug'raxon
Qashqarning yenidagi Atuşda yerlangan bo'lib, bu qabristonlik mazkur tavadagi birinchi musulmon qabristonligi bo'lib hisoblanadi. Avloddan avlodga saqlab qelish uchun 11 asrlik tarixga ega bu qabristonlikqa mazar xalqidan, ya'ni Bug'raxon avlodidan boshqa vafot bo'lganlarni qo'yishga ruxsat qilinmaydi. Endi Sozaq diyorida yerlangan Qara Buramu O'rta Aziyada islom dinini tarqatishda alohida rol o'ynagan, avliyo sutida xalqning hurmat ehtiromiga bo'langan shaxs. Babanın ойлаған ойы ең үлкен мақсаты осы қазақ жерінің қалыптасып ел болуы. Қазір мысалы қазақ елі қалыптасып ел болды. Мінекей қалыптасып ел болған нәтижесінде жылда бабаның бір ұрпағы немесе Қарабура әулие қорының өзі сол аудандағы жаңа ұрпақтары бірге жиылып отырып, осы бабаның басында ас беріліп жатыр. Əcdadlar ruhi yönləb əvliyalar mədət bergen bolsa gerek. Qarabura məxbərisinin yenida ötküzülgən nəzirdə Vaqasaka bilan billa bu muqaddas diyarga qadam tashrif qilgan aklarimiz Sozaq diyardagi qarindoshlarimiz bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ermitajni ziyorat qilgandan keyin Qozonni tuygan usta haqida ba'zi tarixiy ma'lumotlarni o'rganib to'plab yig'ib yurgan Vaqasaka o'zini alohida qiziqtirgan shaxsning mazori Moşu xasiyetlik Sozaq diyarda ekanligidan xabar topdi. Qaraburaning məxbərisidən 10 yil jiroq emas joydagi diqqat nazardan sirt qolgan mazarga borganida bu yerga Qur'on o'qish uchun kelgan kishi kecha avliyoning tushimga ayon bo'lishi bekor emaskanda qarindoshlaring bilan uchrashadigan bo'lding deb avliyo menga xabarlamoqchi bo'pti-da deb Vaqasakalar bilan quchoqlashib ko'rishdi. Bu odam Sozaqlıqlarning orasida ismi rivoyatga aylangan dаңлıq izkaskuchi Qashqarlik Pachaq Baturning avlodi Toshpo'lat Akibayev edi. Shu uchrashuvdan keyin Sozaqlıqlar bizni Almutluq og'aynilar bilan avliyolar didorlashtirdi deyishdi. Bu qarindoshlarimiz ana tilimizni qo'llanish doirasi yo'q muhitda tarbiyalanib, milliy madaniyatni unutgan bo'lsa-mu, Əcdadları kelib chiqqan diyorning nomini unutg'ini yo'q. Əcdadlarning qiyni to'kilgan Qashqarni, buyuk olim Mahmud Qashqariyning ana jutini bir ko'rish armoni bilan yashamoqda. Stalin davrida ota bovlari tegini o'zgartgan qarindoshlarimiz pasportida Uyg'ur deb yozilmasa-mu, ko'pchilik ularni Qashqarlik Uyg'urlar deb taniydi. Bir necha avlod olmasa-mu, tegi tatti Qashqarlik ekanligining unutilib qolmasligida Sozaq tavasidagi Qozonchi avliyo nomi bilan mashhur Abdul Aziz Qashqariyning mazari belgilik rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Chunki cho'ng avlod vakillari doim yosh